Cobalt'da o'zini shtatniy pultiga mana shunaqa zvuk qilib berganmiz. Ochib yopganda signal beradi. Yanlış qolmaslik uchun yopganimizda bitta shunaqa signal, ochganimizda ikkita signal beradi. Bu ovozni almashtirsa bo'ladi, 3 xil ovozi bor, bemalol nastroyka qilsa bo'ladi. Xo'p, undan keyin o'zini shtatniy pultiga avtozapusk qilib berganmiz. Zat bo'ladi va o'zini shtatniy pultdan oynaga o'tiradigan ham qilib berganmiz. Xo'p, 10 minut zat bo'lib turadi. Undan keyin oldi polsferaga, laboviga, yon oynalariga atrmalniy plyonkalarimiz bor. Sonzlashni o'shalarni yopishtirib berganmiz. Yaxshisidan bo'lgan. Xo'p, orqa labovoy va orqa yon oynalariga tonirovka qilib berganmiz. 100 talik beton qilib, ham zo'r plyonkalardan tonirovka bo'lgan holatda. Xo'p, salon qismida qilingan ishlari. Signalalarimizga chexol taqildi. Xo'p, полный salon laminatsiya qilindi. Registrator o'rnatdi va multiroll qilib berganmiz. Cruise control aktiv bo'lgan, bu yoq multimedia ishlaydi. Bitta knopka tepaga sekretga qilib signal ulab qo'yganmiz. O'rtada ham airbagdan ham ishlayveradi, xudo xolasa. Xizmatlar qiziq bo'lsa, bizga Max Tuning murojaat qilib olasizlar, ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz.